Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Hammanglarniki Ramazon oylari yaxshi ketyapti. Men bir necha suratni tunugun chiqarib qo'ydim. Garchi balkim ba'zi qarindoshlarimizning Ramazon oylarida ko'ngilni parakanda qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Uning amal yo'q. Bu narsa temalar kelgan chog'da qarab o'tamaymiz, so'zlaydigan kelgan chog'da. Men bugun so'zlaydigan nuqtam ma'vo surgun hukumatniki sobiq prezidenti deymizmi, G'ulom. Bu G'ulom Osmon uzun bo'ldi, hech qanday bir surgun hukumatdan Sayfullo Hoji bo'lamdi, hech kim menga javob bergani yo'q. Men davomli so'raveraman, aytishaverman, chunki savolimga texnik qanoatlangan men javob topganim yo'q. Unda bo'lgandan keyin albatta Nimqalba tunugun azroq bir o'zing ta'sirotlarini so'zlabdim. Bu yerda Dilyar Musaboyga ismini chiqarmabdi, menikirim chiqarmabdi. Bir o'zicha bir paranglan qilib ketdi. Men o'zidan so'rsam endi, "Men qaray, sen qeri ko't, necha qiz. Men qarabchiba. Men sana dey qaram. Sen solam chiqari qara meni angla. Sen bir jalobning bir to'shkidan tushgansan, mantisdan ses xusudan paydo bo'lgan bir haramdan bo'lgan qara. Sana ben perdini sana chiroyli shunday gaplarni qilgandim, anglamagandim. Jalab qizim bilan Zumar tursin degan. Perdini bugun men bir ichib etib turib gaqilay. Ramzan bo'lsinmi, garchi yetqaz qolgan bo'lsinmi, sen jalabning olsin, men Allohga men bir bugun perdini qarab etib turib gaqilay. Sen atishda ko't meni angla. Bir maktabdan bir o'qituvchi bo'lib, degan bir oddiy inson qandoq sen sayfidinki Beijingdagi Vanshulodagi xo'rasida go'zallikni taqamda o'tirsa. Sen jannatning oshqishi degan kitobni yozib, nurg'unlagan bolalarni Afg'onistonga, Pokistonga chiqib mujohidlik qilishga da'vat qilgandim. Nima deb o'zing Kanadada o'tirib qolding? Sen 16 yoshingda qo'ral ko'tardim deb sen 16 yoshingda qo'ral ko'targan odam nimishga hozirgacha bir Xitoyni otmading? Ajab Rahmatul Gasha deganlar O'rta Osiyoda o'libdi. Sen Kashmirda yuribsan, Beijingda Sayfidinning endi yuribsan. Hozir bir vaqtida Rabia Qodirning endi yurding, Munofiqlar qurultayini endi yurding, Seyit Taranchlarni bir nima deding, Seyit Taranchlarni endi yuribsan, Seyitim Turkni bir nima deding, Seyitim Turklarni endi yuribsan, hammasini endi yurib. Anandan keyin qopabsan boshqalarni Kungsun, bular mustaqillik to'g'rini o'rnib olgan. Sen-chi? Sen boshqalarni nima ish qilding deb ketsa, sen nima ish qilding masalan? Biz sendan so'rab boqaylik. Sen tug'ayada pishtna jidal majra, anandan keyin g'ayvat shikoyat, anandan keyin isbotsiz qarlash seninkida. Unda keyningni aqtirib kelsang, o'zingni bakchiq to'qiba, ma'nilaqi Fransiyadagi erkin oblimetlar boshqa tillab kes, bu nimaga bunda tillaydigan deb chiq. Ashlar gaqib ketmankami? Hozir ular davatda kallasida, "Ma endi uyg'onibdi, bu endi bilibdi bu ishning tegini" deb. Ular sening iningni yurib boqqachqa ular bilibdi. Men ularga yan boshqa emas, yan bir emas, men sendan so'ray. Sen o'zing nima ish qilding? Sen vatanning ichida G'uljida 97-yilda ziyolilarning orasida yuribsan. Onundan keyin Sayfidinning endi yuribsan, o'tirib kirib chiqib Jungnan Xayning ichiga sen bemalol kirib, qora ko'zaklarni taqib, shu qadar g'ururlanib o'tagan ekansan. Men senga qara, men atishliqlaring anglash. Yaxshiroq. Sayfidin azizim bizning G'uljidami bog'i Ahmadjon Qosim u Abbosiyev deymiz, Xitoy xotinlarga biz tanmaymiz deymiz. Biz manda qizil do'ppi kiymiz, sen o'sha 4 qiliq do'ppini kiyib, ilaqa Maomi kiygan, Xomi kiygan, Jangmi Pepe tumaq emas bizcha, biz boshqa, sen o'xshamaymiz, sendan 30 yil oldin ketib qolgan. Ishonmasang, hozirda do'yin qo'yishlarni ko'rib baqsangchi, ashningdimi sen tarafniki nimalarni chiqaryotdi, ila qizlar. Qanday Xitoylarga tegyotdi, nima meynatchilik, nima rasvochilik, nima bir-birsini chekayotgan, so'layotgan. Sen bilan bizning farqimiz shu. Biz ma'vu ini tarafning kuchi bu da'voda 2-Cumhuriyatda Alihan To'ranlarimiz maxsus sistemini yaratgan. Tushundingmi? Buningga sen ko'ranmaysan, seninki vujudingda bir qitg'urlik bor. Millatni suyish, millat vatanparvarlik degan narsa yo'q.
Sen ben üzem deyse, onun diken tağda, bağda, içişkan, tıkışkan, kan töküşken için sen ba. Tarihi şerefsizliğini yuşurup keliş için, tarihi münafıklıkını yuşurup keliş için Amerika, Şərq Türkistan besilingan zimin degeni çıkarsa, biz şundan bilen bir tazınlı varsak, anın diken bir uruşlar olup dünya tertip etlengen, unda asan iş yok. Unda asan iş yok. Üzem, o seypidin bilen bir yerde ottagan seypidin senin atış münafıkın anadaki Roşan Jalapın var dağlıq işkisi. Aştani mila çıkırken sellerden aşı 45 1945 namaya qilib boran bolmasa Memtili Tevfik deymiz, Sabit Tamullam deymiz, nayet bir yaxşı adamlar çıkarttı. Şununla qara Seyfidin Aziz qoral yaraqni topshirib mushu kunga kelishiga shu sababchi. Tushundingmi? Ahmadjon Qasim satdi, o yana bir qilib o'ltiribdi uni. Ammo Mavzudonga berib Kommunistik partiya kirim deb tapınığı söygen seninki. Tushundingmi? Aning degan ilaqi u qurolliqni o'ltadimi? Ikkinchi qaytamda qurolliqni sen jalabning olisi o'ltading g'olam degan harom. Jalabning sudikidan tushding dedim-ku. Sen o'ltading. Sen bir tag'riqliq Kommunist partiyasi tarafidan tarbiyalanib chiqqan bir haromliq sen, tushundingmi? Bir Uyg'urninki davosiga tushgan sen mida. Tushundingmi? Sana Zumrat Tursun deganni saplab chiqarib berdi. Tushundingmi? Uning hozir kelima. Anasını sikmeye jalapniki, tushundingmi? Qo'qab qolmaymiz. Men sana ma'ni Ro'z Ramzan deman sanamandi. Sen qurolliq kurashni ashu tog'dikilarninki mujohidlar qurolliq ashu degan kitobni yozib, ashni taqqa ballarga yo'llab, ballarni sen Sayfullo Abdunur uchun nima ish qilishding, uni o'zing bilasan, u yergini. Senin isming Asimkam o'chaqdiki. Londondagi Abdukerim degan olim jixi o istixborot nimasi. Abdunur amirlikninki, shu Islom partiyasiniki. Salla oyoqda alani oqtog'liq Amerikaga ko'k bayroq, Amerikaga qora bayroq tiklaymiz desa, Sharq Turkiston degan yog'on ashulaqa yolg'on mustaqillik nimasi kirib, hozirqindakda xuddi hozirgi tarix 25 yildan oldin taqdir takrorlangan. Bu yerda İbrahim Damullamba, Hidayetullah Oğuzxanba, Samba, Eli Masumba, andan keyin sen O'rta Osiyoga yuzlanding. Chunki senga uchur axborotlar keladi. O'rta Osiyodagi ballar qurol yaroq bilan kiramiz degan. Uning oldida vatanning ichidagi chiniqqan ballarni Abdunur bilan sen Abdunur asosiyatdan kuydiryapti Ali Masum bilan ikkisi. Ular bir-birsiga döngayotidi. Bu yerda 100% emas. Chunki Abdunurninki Abdüşkür Samsaqqa shu surgun hukumatning nimasida degan gapi bor. Abdüşkür Samsaqqa bizni Xitoy Anjantingdan yasab chiqargan, biz keyin hidoyat topganlar degan gap. Sen keyin hidoyat topgan bo'lsang, Abdunur, sen uning oldida vatanning ichidagi bolalarni qonga bo'yayotding degan gap chiqadi. Shuningga bunda tarixiy sharafsizliklaring, munofiqliklaring, xoinliklaring, qotilliklaring boshqa bu davoni sen birlashtirmaysan. Bunu ekemaysa bir yerga. Shuningga uningga u qalpoqni kiygizsa, yili uni deb baqsa, yili buni deb baqsa, qara sening Sharq Turkiston ulusal manfaating bo'lsa, sen birli kelishammisangmi? Sizlar bilan biz kelishamayapmiz. Meyada biz 25 yilning oldida munofiqlar qurultiyi Myunxen xitobnomasini qilib kishilik huquq erkinlikni degan bo'lsa, biz ma Washington xitobnomasini e'lon qilaylik. Bo'pti, Dilyar bolam kelgin. Ba'zi vaqtlar biz kelishamaydiganmiz deb ma'no qilsa. Bala eğer bakınca körüşküzmüdün, cidel macera kıldın, toxtumay işçindin, Tuğluq Abdülzak, İlyar Şemşidin, işqilib, nurgun ininga kelgen adamlarını patkuzmudun. Xalqning ko'zini bo'yab, meyaga kelding, Abdüşkür Samsaqni bilan azraqli bir narsani qilgan bo'lding, u odam O'tirasiyaxon akeldi. Norvegiyaga bording, azraq bir bağan yeringda 30 ta odam chiqmaydi. 15 yosh 20 bilan uni buni aşında qilib, ayada qilib, uni buni qilib, sen Amerikani oldiding. Sen dunyoni oldavatsan. Seni shu davlatlarning milliy istixborotligi hammasi biladi. Turkiyaninkidan tortib, shu nimagicha, Amerikaninki, Kanadaninki hammasi biladi. Senlarning qilgan ishlaringning hammasini biladi. Bilgachga sana ishonmaydi, seni e'tirof qilmaydi. Tushunding? Seni e'tirof qilmaydi, seni e'tirof qilmaydi. Tushunding bilgachga?
Ballarning bir kechining ichida Suriyada harbiy formani kiyib, avtomatni tutib chiqqani qo'qab ketishdan. Buni ben yo'q qilib aytgandim. Bular vayri-vayron olib ketdi. Xitoy tarafidan terrorist deb mushunda nim qilingandi degan yerda bular boshqa shaklda chiqdi. Yaman boshqa shakl chiqdi. Bu askar sifatida chiqdi. O'tiramay qolding ichilaring degan vajildab ketdi. Xoin, terrorist deb asoli xudoyarning mingisini juppa qilib qo'ydi. O dalta jalabmangiz yazeli verdi o mingisiga qurib tushgan aniqi harbiylikdan nechtik qo'g'langan sarang endi uni. Sarangkan o sarangligini ko'rdikda bizmi sarang uning keyinda yurib, shuni maqtab Norvegiyaga sarang jalabning keyinga kirib shuni o'yinda emasku shuning keyinda yurganki bizmi sarang. Buni o tema qoldirmay kelamiz. Shuning bilan bu yerda nim bo'ldi? Bir turkum askarlar chiqdi. O'tiramay qolding. Dilyar Musabay malani manda qilib, malani o'tkizish kerak. Mala bizningki askarlarimiz mavu harbiy kuch deb nim qilishimiz kerak u bu desa o'tiramay qolding. Bu yerda shuning bilan jidal topdim. Chunki boshqalar bilan chiqib ketmadim. Bu yerda faqat Tomarisning idorasini xato qilish uchun bir ishxon Xitoy konsul emasga u dedi-ku o'zi endi. O'zi degan bo'lganki rost endi o'zi chiqib ekran tushundigandan keyin. Akagan narsani shuni tushirib elib, shuni chaplab, o'ynab, shu rasvo gaplar, yezilmagan qora kontoning jalabning Zumrat degan jalabning bir yezilgan bir qora konti bor. Dilmar tabatgan ashningni degan tillovatida voy balam deb yezyapsa, sen bir jalabning valisi tushundingmi? Ablat Nurma bir jalabning 5 grammayli narika şeylik zotayning qo'sqidan tushgan jalabga uning apsini sürüktüzek. Nerede hemmingning dadisi Medyat inqilobida shu xalqni chaqqa,n medyat inqilobida odamlarni sulab bergan, bütün aşındaqlarninki, nicizlarninki ballari. Bu qurultaydagilar bilan cho'qara yesh farqi Xitoy sanqaqni so'ng qiplam shu o'zingchilik mustaqilchi qiplam ko'zitib qo'ydi qara. Sen o'zingni mustaqilchi dema, mustaqilchi sendek bo'lmaydi. Mustaqilchi degan sendek bo'lmaydi. Tushundingmi? Sen isbot ko'rsat, xalq chiqishga, sana nima isbotni ko'rsatamiz? Sening tarixing shu to'sa qotillik, ko'zbo'yamchilik, oldamchilik, ili sayfidan endi chiqib olsang, ili g'uljidagi ziyolilarni endi chiqib olsang, ularning tutilib ketganlar tutilib ketdi, ili tog'dikilar itilib bir-birisiga etishib yuribdi o'qni, qora bayroq Amerika tutgan, uningdan o'tir Sambag'ayda, o'tir Osiyadagilar so'ylab ketdi, bir dilla surgun hukumatni jimmidi judan. Jimmidi Kanadaga kelib yog'lardan kitob yozgan bo'lib, uni qilib, buni qilib, chop qilib 2017da anandan Sayfullohning tuqquni keldi, shuning bilan boshlandi bu o'yin. G'or chiqiblarmi pardni shartlaqat. Chunki yifang va yeri nomar gappa. Ma bo'lmasa, menda tuyuqsiz menda qolib deb. Chunki Xitoy biladi u munofiqlar qurultaydigilarning ichidagi o'zlarining odamlarning bir sharmanda bo'lgan. Shu sanga o'xshashlar yag'an namoz o'qiydigan, ablatlar o'xshash, yag'an qiroat qilgan. Ashunda birlarni tayyor qilib qo'yganlaring chiqib, birinchi pardani echiblar mustaqillikda bor o'rqitli odamlarni jig'dan, akaldan, hissiyotni o'yindan Robiya Qodir deganniki, degan aniq Norvegiyaga jalab qizing. Men bedellar to'lamagan. degan Jığlap manqısıgan eqtib o badiye üyeg berib bütün adamni gapga selib bütün adat chiqib degan Erdo'g'anlar tizimlab hissiyot o'ynab bu sana saplandi. Saplanib bir yerda ishdan kelishamay qolding. Uningdan sen bir qitimliq mehmonda dedim. Pirlari, ballarini akilib elib, urug' tuqqanlarini yig'ib elib dedim. U deganing Zumrat Tursunninki ikki balasi o'zining emas. Uni hammadan biladi. Zumrat Tursun ham sen jaloblanganlar vaqtmish ism almashtirganlaringdan chiqyapti hamma narsa. Zulfiya Ahadga ismi keyin Zumrat Tursun bo'pti ke. Sening Osim agar ishlatgan o'tirasiyada. Maninki nima? Aning Muxtar Mafiya, u keyin nim bo'lib olgan. Ablat Nur bo'lib olgan yoki. Har xilgo hamda hammanglarniki ish qilib o'zingni bilasizlar, o'zingni turish mamlakatdagilar bilamdimi shu hammangning bashi bir yerdan chiqyapganlaringninki po'qsidikan o'qishak birinchi shu ism masalasida chataq. Biz ism masalamizda chataq yo'q. Shunda pasportni o'qish kelganmiz, badoq. Biz onda Zulfiya Ahad, Pulfiya Ahad deb o'zgartdik. Qizimlarimizning, singlimning ballalarini akab yog'ladim, mening ballalarim deb o'rlashtirdik. Biz pakiz. Biz qandaq hukumat organi bo'lsa, biz chiroyli biz deyishamiz. Buning bilan oldimizda deyishadigan narsa. Shunda qilib buni
Dedim, anan keyin bu chiqib seni dedi. Voy qatil, qo'limda nurg'unlig'a isbotlava, men degan Uyg'uristonchi, u bu deb seni tushildi. Tuyuqsiz bir yerdan manfaating kelishdi. Bugungacha 300 ming dollarni tag'is yetkazib beryaptamdi. Yahudi yetkazib beryaptamdi. Uning javobini bermadim. Uning javobini bermaslik uchun sen Zumratniki qora kontidan foydalandingda, o'zingcha kallangda o'yilding. To'g'li Hamitni rahimsizlarcha tillasaq, kirib ketadi dedim. Men de onun aldığını Zümrət Dursun'unki apısını ölüp kaptı. Yaxşı yoktu mu canap yani degidi puçunlup gelsin ananızke menekini öydekilerim çelip gelsin depti. Doza Xudayın közleri otlan tıkıversin apanın Zümrət Dursun. Aşında qılıp tillap baktığında arxıl sat gaplar bilan acayip sat gaplar bilan tilladım. Anandaki tünügün ilk videonun ahırsı depse hökumetning kelayotgan puli açağının birinin qilib kelayotgan deb. Senço qara o'sha hukumatning pulini olmaganda senga O'zbekistondagi qizing qara Allalaliga berib Istanbulga to'taq setib ketadi ketchani ashtin bilamsan sen. Danq chiqqan jalab. Azroq bir jundusni berib qo'yibdi. Tushundingmi o'g'lim? Yag'an bo'lsa Umar Yag'ma degan o'g'lingni so'rab baq kanallarga danq chiqqan O'zbekistondagi jalab. Unimi hatto bir vaqtlarda Bilal İbrahim Türkistan'ı ben Beray Enver Türkistan Enver İsturani'nin kettim. Ya sen solamcı mı ya? Ne solamcı sen bana solap yakıp. Ne Xitayning aş gumpullarını işletirkense kızımını berime. Yani bizim memleketime men tarafki öt, ondaq qil, mondaq qil, mojalapni akab qo'yib yotoq tashlab qo'yib ketib. Birdan keyin kirib, "Men qara, nima tashlab qo'yib ketdingiz buni? O'zingiz meni o qizingizning bijdasini so'raydi, undaq qilib" degan. Men menga unda sinoqlarni qilmang deb o'zigim dedim. Yo sallavaga qaray odam emas, hayotingda bir tarixingda bir adam bo'lib baqqan javoblar emas ey. Zumrat degan to'taqqan yo'q ey. Janoblikni bijnima dedim, unda men degan bo'lsam, teshidikilar dedim, rost qo'y, Hidayatullohlar, navrisingni o'ynab yuribdi, shu bir janoblik bo'lmay bir g'uljudoqmika. Sen o'zing deding ayni vaqtida, "Ufkam, diler musobaqa 10 ming imzo chiqib berayli." Bular degan vahobiy, bularning soliqning oilalari alayda dinga dumchishgan, shimolliklarning qo'liga o'tish kerak. Dünya sekularga narsani bak yaxshi tashildi, jidal chiqdi, tayyor turing deb o'zing qo'llaysa, keyin o'zing tillaysa. To'taq tilingning bir yerga ananga ja qo'ltiqni anangizga ses ketdi. Badbaxshovchi. İçib ketdi. Meni texi xizmatlarimni bir nima deb texi bir bo'lgan bo'stga bir nima deydi. Unimi dunyo Uyg'ur qurotlik bir 4-5 yazlab vizit tashilsa, tillaydigan narsa topaman, ajindan narsalar bilan tillab o'tirsa, oshinchilik seninki narsang, tushundingmi? Ya şunun sonunda lagara kirmep diken bu ananızki. O Xitay, bajidarının Xitayları bilen taz yitip kopuşup, jalapsınlan. Taza şu bajı oğurlap kirip yitip diken oğurluğunu çoğunken bu. Dadağını ananızki koruldun çıkkanken bu man imige, ürümçiye sen çuğsa vaxtında mı, çuğye vaxtını kep diken sen bu, toluksuz vaxtında. Korul diken diken, medyat inqilabı diken vaxtları diken de sitip, xaqlar diken de patmay, onunki Xitayla akep orlaştırıp, apang degan jalobni yeganim qilib ma'lum qilib dadangni 5 xil metallarni sotadigan shoplaylarga o'rlashtirib shunday bir nachar bir oiladan kelib chiqqan bo'lg'achqa o'zingni men degan choy o'ynamayman men menga deb ketsak men degan to'g'rilar haqlar chiqishasan o'ynamamsa o'zingni millatparvar bunda bir narsa ketdi tush paypoqlarni tush popaykalarni kiyib chiqib ketsa men elimga deb yosinib kelibsan-ku nima deb ashta tarafingni haq ko'rsatmaysa 7-8 ming qo'yliq oyoqlarni Oy, xilon o'ch o'zingiz qaraydi ekansiz, Sen ijarab ketdingiz-ku. Ijarab ketding-ku, sen bilamdimkanmi? Ajab ekranlarga to'shib paypoqlarni chiqib xuddi o'zingni bir oddiy sodda bunda bir millatparvar biz degan baqa barimiz bilan chiqamiz. Barimiz bilan chiqamiz, tushundingmi? Nim bo'lsa shuni bilan chiqib sansa yasanliq chatiq meni artistak ketibsa. To'xtatdi, dunyo Uyg'ur qurultayining dilshatniki aldirmay keyin qitimliq maydonlarga kelamiz. Adrsingni tashlamsa ya qanday qilsa? Adırsan taşlamsa taşlamamsa. Taşınsan taşla. Mana men boraman. Qayerga deysan? Saq chiqardan endi turib, adırsan taşla. Jalapning olasi bijaringdan ish chiqarib etmaydigan bo'lsam, o'g'al olmay ketay, mana solinib ketsam, tushundingmi? Sanga ayli qilib ota-onamiz kirib tillab o'ynab yurganga biz tamnon to'shigidan chiqdik. Ota-ona deb qon kechib qotmiz. Sen anangiz sizga men ishchim og'rib, ya bo'ldi, iningizdan bu pullar chiqmasin, men Abdurayson yordam qilay deb qanchalik iningni tutdim. Haqlar tillisa uni buni qilib, nima ishing var sening surgunlik hukumatning bijnas to'rsam sening bir nima chattiqing var seninki?
Xoyinki o'zing tillab bo'p ekansan ku, keyin yarışı o'lib bilan qilsang ish tugagan bo'landa. Ulan sen javob berolmaysan ku ish narsalarga. Tasiratingiz skedalba yo'q. Yibak dalab. Gelin guruh etatdim anangiz shivsa yana bir qitim keldigan bo'lsang, ko'sangga qo'limni mirtib tiqib dalzil bir chiqib etma jalobdan olasi. Anangiz ro'z Ramzonda ma yetib qolgan og'zimni buzmay degan sir buzib javob bermamsa, sana kim berdi Zumrat Tursun degan jalobdan olasi, sana haqning ovozini yig'ishni, menga o'zim debdim o'chirib atdim, quvonga siktirib o'shkizib etma haramdan bo'lgan. O'ynayolmaysa qo'yib biratanmi, qo'yib o'ynab baqa. Quvondan chiqirib atdi o'zi Raisa. Men qunto tekimdan chiqirib etman, men sana deb qo'yay. Sen bütün adamnikini juysin kerak, sana hech kim. Ya sen kech-kechalab, ya menga yozg'izding ku deb talaga bag'u. Ani so'rang, mani so'rang deb ovoz qog'izib bizanga avatkizib. Jinoyat bu. Juysin kerak aning hammani seni ballaring qildi, ashning sheri. Sening bu haqning birdan bo'z ovozingni qo'yib etma, men deb deb sen jalab bu saplimma buningga anangizga gungpay jalab. Bütün adamnikini qilib yog'on chiqdi ku sening mustaqilliging qurultayliklar bilan bir chiqyapsan ku, tillashtirib o'xshash ku. Meni kirgizib o'tolmaysan. Tushundingmi? Meni kirgizib o'tolmaysan, meni mirzab deb tillab kirgizatgan yeri yo'q. Bu yerda bir insoniychilikning ishi bor. Voy, bütün kupurlik qilib qiynatlang bilan qiynapangmi o'sha Dilshod Xotan deganniki o'sha kasa uylar kirqib etsa deb yotqizib, dansab berib, tegi yotgan ko'pim sapmay, ash bichalan ashda qiynayib kelsa jalobdan olasi erga xor, saymanga xor, ishtim xor, po'xtin sesiq bo'lib, hamma odam til ohanat, ballalaring til ohanatni hop meniki bo'libdi desang dava. Mening uylab dadang deganniki gongsan degan shilonki deganni tiqib, qo'ng'ining to'shigidan chiqaribdi-ku. Xitoyga ishlasa ashda bo'ladi. Tushundingmi? Xitoyga ishlasa ashda bo'ladi. Aramdan bo'lgan jalab. Men bugun besini bir qang'idek tillab olaychi. Yangsishangmi-chu? Ela tarjimonlarni chiqtirgan chaqda og'ziga yon bo'larni tillab qilib gallarni yitib o'tiribdi. Sen dadangni qilib bo'lganda, angladik sening savodoshlaring borkan, mening savodoshlarim bor. Meni tanıydı, bilmeydi, deme. Bayaqki oyoqqa qo'yib, voy bildik, hozir obdan bildik. Qahmo şöyle yaqlanmay turibdi-ki, biz chiqqandan keyin taras telefon degan u yoqdan bu yoqdan urib tarixini pakiz daftarga qilib berdi. Meni Xitoyning odami deb eskitga. Isboting bormi, jalobning olsa? Men sana nechoqdan beri borgan chaqda dadimni aytgan chaqda sana men quvamga sikib o'ynar deb men sana dadimni aytganimda, men ega chiqsin, chotqing nima? O'zing qarg'i tiqding, men seni tillab baqmadim. Seni birinchi men tilladimmi? Men gap qilsam G'olam Osmonga hukumatga qildim. Sening nima ardishliga huquqing bor? Sen kim u? Sen Jiroqdagi Aynurni bo'zaq qila olganing o'lam. Gulchakra adash va g'urif yarki. Quvonga sishdi qo'y kelib Amerikadan. Voy toza tillaytding bu bo'yningda beshingda paytim bo'lgan bilan jalab bo'lib ketgan deb ismini chiqarmoqdan bilan Amerikada uchib ketib g'ing qilamas qilyapting-ku. Qilyapti-ku, tillanmaysan-ku. Toza iningdagi burun ashu Turkiyaga Maryam Sultonlar toza tillaytding, tillanmaysan. Men tillansan dushatray Stokholmda tilladim. Backgroundni tilladim. Hamma narsamga mehribon niyozini tilib kimni bo'lsa, munofiq xoyimiz tillayman, sen shu oyab qo'ymayman. Sening opang jalab bo'lg'ashqa qara. Ro'sha Abbasqa tikkatdik. Tushundingmi? Mening opamni o'quvchisi deytding-ku. Opam o'z jalab bo'lg'ashqa jalabdan bir tarbiyalab chiqarib berdi vatan xalqi yaramliq qilib. Tushundingmi? Va gap qilmay pasatantib o'zing uchun nim ko'ravatsa, adresini tashladan kechirt etma jalobning olsa, qizing bilan senikini dedim-ku men. Ishonmasang tashla, yomon bo'lsa sen tashlab baq, adresingni kel degan. Mana butun gapni mana o'g'alvaldak butun millatning oldida qilyapman. Tulayan olamsa, bichara olamsa, o'zingning go'shini o'zing yeb o'lmishda, anangizga xalqning lanti qolgan. Sening ballalaring hech qanday ish qilmaydi. Ili lager yo'q deysa, ili mening ballalarim, ili uyimda bayroq yo'q deysa, amal bor, qilib qo'ygan ishingga zodi tovib pisham, Xitoyga yinib qo'yganingga tovib pishayman qilib, chunki uydagilaring chiqdi. Artistni qilib bo'lding, endi bir vazifa o'rinlash kerak sana. Shuning bilan, voy mening uyimda bayroq yo'q, mening uyimda nima yo'q, vatanda lager yo'q deb vaqting ballalarim davoga. Ballalaring aralashmasa Ershad konsullik o'tib 3 oy yetib, ashning ichida ashning dadasini o'ltirib atdi Xitoy. O'ltirib qilsa,
Aşı resimni pekatib qo'yindingga ya rasvajalab ey. Qanda odam ya sen qanda nimaning nerdan tushgan ya sen dadangning leshini emib cho'ng bo'lganmi, onangning sutini emib cho'ng bo'lganmi ya sen? Sen o'zingchi meni buning ovozini ilib oldim. Buning maqtiyatliklarini bilma, buning sirlarini bilma. Shundan qilib mening qarshim chiqolmaydi, jimmidi. Serilib chiqib ketish palanpeyishni o'zing tap qo'yman emasmi? Nimani yazsang, nimani qilsang, shuning qarasini qilamiz. Chiqimiz, so'zlaymiz, chiqib ketamiz. Chiqimiz, so'zlaymiz, chiqib ketamiz. Boshqa ish yo'q. Yomon bo'lsang, advokatingni, saqchangni ilib, bir varaq qog'ozni uyimga avatib baqa. Ashning sen meni sotib tutib baqa. Jalabdan olsa, birimi tut qo'lingni tutib qo'yma. Sana buyruq olmasa, sen bunda qilmaysan, sen buzivatding mana ishni. Menga burun deytding. Meni enaqa boshqa olim nijot nimaga aytgan sen unda deyman dedim. Qo'yvat ovozimni. Men tinib olmayman dedim. Bu degan bo'lsammi o'zimning yaqin odamlari, ha, deymiz. Gumonlanamiz bishlashdamikin deb, sana ishonibdi. Voy bu seni haqiqatchi, sen millatparvarmikin deb, voy to'xtatdi bu dillarninki ba'zida mandaqti deb dedim. Masalan, ha? Xitoylar tijorat vattimaninki, lekin dillarningda turdi dedim. Ha, chekido dedim. Ya to'xtab qo'y, haq chekam. Sen jalabdan olsang, inangni anangizga chekib, ichib o'lib qopdi. Haq chekamdi, qatamdi. Haqning sen nima deb xalqning qalbida utanmaysa bilamsan? Sening nachar yering sen kech-kechlab haqqa telefon urib, haqning aybini izlab, ashatli qo'qitib qo'ynayman deysan. Haq siyosatdagi xatolikni ma'vu haqninki bundaq qilayotgan ishining xato tarafini tutib turib chiqib urib o'ynaydi. Sen haqninki po'qsidikini yig'ib olib turib, "Mana boshda aytding-ku. To'xtang, mayli ovozlarni bir tekshirib boqaysiz deb berma, anonikin dang deb." Sen meniki aloqadarniki har qanday shartqu u sen men bilan Yevropada yashaydigansan, u umr bo'yingi u dunyoringga u bir tal yo'panga tiqib boshqa yo'tkutamsan, yo'panni kompyuterga tiqdingmi, naga u hammasi bu qiyomat qoyin sen bilan qon to'kish kerak bo'lgancha chiqadigan narsalar u advokat qiladigan narsalar u seningdan parvoyim palak seningdan zumrat tursa seningdan qo'rqaydigansam kesib tashlaytmayman ishlatmayman bunday narsani tushundingmi bütün adamninki ovozini bütün adamning pasporti adresi olmang imzodimi nurg'ulliq Allah pasportini avat nima qilsa haqning pasportini qilib men Bobur maqsad tutilgancha qadar tutildi bilmamsan sen nima ishing bor seniki bütün adamninki sen mening elimda turgan chog'da anaqa nima anangga tashmayman zo'li uyg'ur degan yer bilan zaminni eshagam sikmaydigan jalab Aşınınki anangizga ajab tilgan narsaga binasi yurak berib ketsa anangizga YouTube kanalingda voy ayni vaqtida voy aka sizningkin ko'rish nisbati yuqorga YouTube odam qachilayotdi u bu deb qachilab endi bo'lgancha menikini qo'yib menikiga boshqa qilamsa sen unda qilganing bilan sening adangning bolasidan tortib cho'sh kuchkilab yizib o'ynaydigansan guli uyg'ur degannikiga ulab qolsa Abdurrahmonning navrasiga patrovitma tushundingmi Batırıp etmeye qandığın olub qalsan. Bana aylıqı örtətdə qılmay. Adırsan taşlara yaşatışkimiz barımız. Berib sana biz bir iş qılanmağan çağda ma işki latıgoy kelib, işnim qılanmay ketdi deb xalqalarga jubu assan buludu. Naq meydan qilib, işki latı ketdike işnim qılanmay ketdi desan buludu. Çandamla muş işki tayarlıq qilish uchun xizmatnimi tashlab qo'ydiqchimi? İdardim istifa berib. Sen bilan sanjishimiz deb çandamla. Erşatni har qanday vaqtda 24 soat harbiy holatda tayyor birlik qilgansan. Men sana deb beray. Sen iliq tizlangan videolaringni aningdan keyin iliq dunyo uyg'ur qurultayini cheki nimalaringning hammani men Mirzat Yo'lboshga yo'llab berdim. Chiqar, qisasini ol. Mush jalobning kasabtidan ikkimiz urushgan to'q qil dedim. Ana WhatsApp'a yo'llab berdim, Mirzat Yo'lbosh chiqarib qo'yishman, qat'iy xafa bo'lmayman. Chunki siyosatni sen xato o'ynading, sen maynat o'ynading, biz becharamizga tegavatding. Qizil siziqimizga tegavatding. Ikkinchi dunyo urushida Amerikaninki so'g'uq munosabatlar urushidan keyin Rossiya parchalanganda, Sovet parchalanganda Amerikaninki deydi.
Yana Rossiyani parchalandiq degan chog'da yana bir turkum aqlan birdikilar deydi. Yo'q, bo'ldi. Rossiya mush petib tursin. Desa, mayaqdikilar deydi. Nimishga desa, Rossiyani bek ushoq parchalasak, Yevropaga bo'lgan tahdid yo'q edi. Yevropa gapimizni anglamaydi deydi. Bunda o'ynaydi xalqarada. Tushundingmi? Anandan keyin Ikkinchi dunyo urushida atom tashlagan Yaponiya bilan hozir bugun kim qandaq 8 yildan boshlab 2016 yilgacha Xitoyning qandaq sherini aylari botdi. Hozir qandaq qilyotidi? Trump apandim Yevropani quvangni sat deyotidi. Menga Xitoyni o'rishim kerak. Ben Xitoyni cheklashim kerak, tizginlashim kerak deb Putinning ko'nglini olish uchun Oqsaroyning ichida Zelenskiy bilan urushib ketdi bir davlatning prezidenti bo'lgan. Menda manfaat degan menda narsa. Tushundingmi? Sen maynat o'ynamagansan, quvangni qisib jim o'tirgansan, o'tirgansan, bu balo o'zingga tepilmaydi. Shuning uchun seninkiga senmi qilgandan keyin men dedim. Yana men uchingni dedim. Davay dedim, men bor dedim. Erishaqman men dedim. Al uchingni tilla. Meninkini tillagandan keyin dedim, uni oldirga qilmagandim. Tillabdim. Seni shu pul yo'q, sotqa beranmaydi. Yamiz bir nima qilolmaydi, qo'rqyotidi. Har qanday vaqtda mening pulim sening puling dedim. Har qanday vaqtda advokatni, har qanday tarjimonniki men chiqarman dedim. Sen qara konting bilan mingni yozsangmi biz choplab qo'ya olamizmi? Facebook'imizga men choplab qo'ydim, o tillig'ingni qo'qab ketmadim. Meni tushunadigan, meningcha qara. Yevropadagi asosim bek cho'nqur qara. Men degan sendan bildir kelganligini men degan bir o'ynab, yashab, men oqnimi ko'rib baqqan, ko'knimi ko'rib baqqan, davonimi ko'rib baqqan, jamiyatnimi ko'rib baqqan, davlatlar vallohu bilan aralashib baqqan meni qandaligimni bildim. Sen u narsa orqali meni sesib yetolmaysan. Men faqat og'aylarim bilan bag'an tushgan o'tagan narsalarni chiqarmayman. Hammaga bosam chiroyli qoldimga chiqdi. Sen uningdan narsa bilan mening bir obro'yimni tushiraytimi? O'g'alval degan baqa qara, poq chiqib ketsimi, chiqsa o'g'alvala. Ma ishimizda qanday qilsak bizga bo'laverdi. Biz sen bilan chiqib jidal topmadik. Sen o'zing boshilding, vahshiyona gaplarni qilib o'zing boshilding, o'zing qilding. Men sendan yuzurmadim. Sen o'zing shu yerga akelding. O'zing bilasan, voy bir haftada chiqdi, men Amerikadagi do'stlarga deb qo'ydim. Amerikaga berib keldim. O'zing bilasan qo'yliqi. Berib keldim. İşiniz hal bo'ldi, uzarg'ansiz. Men senga savol qo'ydim, adab bunda bo'lmayotdi. Voy siz qilavering deb uni astasda gap qildim. Faqat Mirzatning bir bana, men seningdan savol so'rash boshladim. Ma'u ish bo'lmayotdi-ku dedim. Ayni vaqtidami Dilshod Rashid Nijat Turg'un amikini berib etdi, mana bilan bir tampan qolay desa, unamagansan-ku. Ko'rashmang. Mundaq qilsangiz, andaq qilsangiz deb, mana bizning qisaq bo'ldi, mana bo'lmadi bu. Desa, voy men sizga tampan qilgan narsani yuz berma deb. Men faqat Dilshod Rashid to'g'riliq narsalarni bilatdim. Uning u yog'idagi so'zlagan narsalarni chiqinsan, kechiksa, sen meni qancha qitim men qo'shin birlik qitim izlabdimi? 2,5 yil ovozimni olgacha sen menga kecha kunduz telefon qilsangu. Agar sen men bilan har qanday vaqtda sotqa chiqilgansan, bu videorim turibdi. Sen 100% meni oldimda do'ng'iysa, tushundingmi? Do'ng'ay ketmas seni. Tushundingmi? Men baldirangning yaxshiligini ko'rganligini, men u qizingni ko'rgan, yana bir Gulfira deganingni ko'rgan, boshqasini ko'rgan qara. Gap ularga qilmaydim, sen aychak operavatdan tushundingmi? Ishki jalab qizingmi, onangni skesh paraydigan bilan Gulfira degan. Gaplasangmanda onangni skele aytigishmansa ya. Ya mushta narsalarni yozamsa, apa qara kontingda akamiz kelgan-ku mishaga. Sana nima yomonlik qildi? Jim o'ta mash qarashma deyishamdingmi, paskilla? Rasva. Sen raqining rasvalik va onang tarafdan tatqala dadangni demayman, desa qo'tanni. Ko'rdim-ku onun tuqqanligini esilligini. Skele. G'o'lam degan ko'p. Mana javob beramsan, bermamsan millatning oldida. Bak bu o'yliqi ballalaring o zumrat qizing ahmaydigina bitta narsam qo'ngandan tukiga sap o at qo'ltig'idagi tuklarni olib, bunda bir putning at paypoqdan teshib anangizga kir to'shab ketdi. Boshpaltaqni olib, tozlayib, quloqning ichining bulg'oning ichidan sap seri qo'yib chips to'kildi, ammo prani qilib ketdi anangizga maynat qasmoqchalar. Domini chiroy anangni. Yaqinmansa, g'o'lam.
Ha? Sana nurgul sualını taşırdık. Dexe adamınki bizim boğan bizim dep bizim boğanның pulunu soraysa dep gitse, senin kızın şu taksit жүрüp de alalıydı şu 300 ming dollarını almazsa hakkı berme dep şu bakanmay kızыңның siske remote jalaptan alısı. Qarindoshlar da sana chechilib texmi bekor